Shunday emasmi? Kecha endigina maktabga qo'lidan yetaklab kelgan bolalar bugun katta hayot sari sadil qadam tashlamoqda. Endi esa yurak so'zlarini aytish navbati bitiruvchilarning o'ziga. Marhamat, navbatdagi chiqish bitiruvchilarimizning xorijiy tillardagi tabriklariga. Aziz ustozlar va qadrli maktabimiz, bugun biz bitiruvchilar sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Bizga bergan bilimingiz, sabringiz, mehribonligingiz uchun katta rahmat. Biz sizlarni hech qachon unutmaymiz. Hammasi uchun rahmat. Hurmat bilan bitiruvchilar. Dear teachers and our beloved school, today as graduates we would like to express our gratitude to you. Thank you for the knowledge, patience and kindness you have given us. You have taught us not only the path of lessons. We will never forget you. Thank you for everything. Sincerely, graduates. Sevgili öğretmenlerimiz ve değerli okulumuz, biz büyük mezunlar olarak sizlere minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Siz bize verdiğin bilgi, sabır ve sevgi için teşekkür ederiz. Sizler bize sadece dersler değil, hayat yolunu da öğrettiniz. Her şey için teşekkürler. Saygılarla mezunlar. Annyeonghaseyo 여러분. Solofon chongshimiro chukakaya, ktoman chongmu koseng manasoyo, pinnanan hembokan irokan iltilman kaza kagel paralge. Annyeonghaseyo, sonseng немдал sarangyo. Сегодня, прощаясь с вами, мы понимаем, что знания и воспитание, которые вы нам дали, навсегда останутся с нами. За каждым нашим успехом стоит ваш труд. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и еще много благодарных учеников. أتمنى لكم مستقبلا مشرقا ونجاحا دائما. شكرا للمعلمين التقديم الكبير. كل عام وأنتم بخير. Endigi navbat bitiruvchilarimizning O'zbekiston qo'shig'iga beramiz. Oradan durun, kontrolle.
Gölli bilan altlasa. O'quvchilar, mana bugun sizlar so'nggi qo'ng'iroq maktabni tugatib, bir pog'ona yuqoriga ko'tarilib, tadbir o'tkazyapti ekansizlar. Men hammalaringizni, ustozlaringizni, sizlar orqali ota-onalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Boshlang'ich ta'limni tamom etib yuqori sinfga o'tgan 4-sinf o'quvchilar bor ekan, shunga ajoyib she'rlar aytib, ashulolari bilan, vatanimiz haqida qo'shiqlari bilan, hammani shu yerda bir yaxshi kayfiyat bilan, ko'tarinki ruh bilan mana bularni tomoshalarni ko'rib o'tirgan ekanman. Bu yigit qizlarimi shu yuqori sinfga o'tganda a'lo baholar bilan o'qishlarini Allohdan so'rayman. Mana bu yerda yana bitiruvchi qizlarimiz bor ekan. Ular mana bugun maktabni yakunlab, yutuqlik attestatsiyasini qo'lga olib, o'zlari orzu qilgan, ustozlari orzu qilgan, ota-onalar orzu qilgan, elimiz, yurtimiz orzu qilgan kasb egalari bo'lishini istayman. Hammalaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Ko'ngillaringizda ne orzu umidlaringiz bo'lsa yetkazinglar Xudoyim. Hurmatli ustozlarim, shogirdlarim, shu kasblaringiz, shunday yigit qizlarni ko'plarini o'qitishlarga nasib etavergin. Hammalaringizga uzoq umr tilayman. Bayramlaringiz bilan yana bir bora tabriklayman. Umrlaringiz uzoq bo'lay Xudoyim. Rahmat ustoz, barcha yaxshi tilaklaringiz uchun. Bolalik bilan xayrlashuv katta hayot ilk qadam ramzi. Shodliklarim cheksiz biroq, ayriliqdir og'irroq. Yuraklarga larza solar hayhot so'nggi qo'ng'iroq. Ey chaluvchi qo'ng'iroqni, chala qolgin jo'shqinroq. Qayda bo'lsak, esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq. Ayni damda 2025-yil, 2026-yilda ko'rik tanlovlarida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallagan, shuningdek, jonkuyar, fidokor o'quvchilarni maktab ma'muriyati faxriy yorliqlari bilan taqdirlaydi. Hurmatli mehmonlar, aziz o'quvchilar, qadrli ustozlar, mana so'nggi qo'ng'iroq tadbirimiz ham yakuniga yetib qoldi. Shu munosabat bilan maktabimizda a'lo baholarga o'qib, o'zini namunali xulqi bilan o'rnak ko'rsatgan o'quvchilarimizni o'zlari, ota-onalarini tabriklashimiz lozim. Hozir shu o'quvchilarni ota-onalarini davraga chorlab qolaman. Maktab hayotida faol ishtirok etayotgan, odob axloqi, intiluvchanligi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan maktab o'quvchilarining ota-onalariga minnatdorchilik bildirish yuzasidan Bilimli qiz onasi nominatsiyasi bo'yicha Qo'shko'pir tumani 35-sonli maktabning o'quvchisi Abdusharipova Mardona o'quvchimizni onasini Yo'ldosh va Adolat onaxonni taklif qilamiz. Tuman hokimi, Qo'shko'pir tuman hokimi Shuhrat Ahmedov tomonidan taqdirlanadi. Tabriklayman. Ustoz, shu qizimizni namunali xulqi uchun a'lo baholari o'qib, sertifikatlari erishganligi bilan tabriklaymiz. Keyingi oliy ta'lim bosqichidan grant bo'lib o'qishlari kirib, maktabimizni ota-onasini yuzini yorug' qilib o'tirishida tilakdoshmiz. Tabriklayman yana bir. Keyingi o'quvchimiz a'lochi o'quvchi otasi nominatsiyasi bo'yicha Qo'shko'pir tumani 35-sonli maktabning o'quvchisi
Abdullayev Qur'on Nazirjon, otasi Abdullayev Xudoyberdi akani davraga taklif qilamiz. Tuman hokimi Shuhrat Ahmedov tomonidan taqdirlanadi. Onasi Inobat opa kelibdi, tabriklaymiz. O'g'limizni o'qishlarida omad tilaymiz. Yana bu o'quvchimiz Abdullayev Qur'on Nazirjon muddatidan oldin 186 ball to'plab oliy ta'limni grant bilan o'qishga qabul qilinib turibdi. Tabriklayman. Qur'on Nazirjon, keyingi o'qishlaringda omad tilayman. Ota-onaga yurtimiz rivojlantirishga o'z qo'shasan deya umid qilamiz. Tabriklayman yana bir bor. Rahmat, sağ olun. Keyingi o'quvchimiz eng faol ota nominatsiyasi bo'yicha Qo'shko'pir tumani 35-sonli maktabining o'quvchisi Hayitboyeva Himoyat. Otasi Tangraberganov Shexnazara davraga chorlaymiz. Qo'shko'pir tumani hokimi Shuhrat Ahmedov tomonidan taqdirlanadi. Tabriklayman Shexnazara. Shu jamoamizni ham rahbariyatida ko'p yillardan beri xizmat qilib kelyapsiz. Shu izingizni odobli, xulqi chiroyli o'qishi sertifikatlari bilan tabriklab qolamiz. Keyingi hayotimdan oliy ta'limdan grant bilan o'qishlarga kirishini tilab qolamiz. Tabriklayman. Keyingi o'quvchimiz mas'uliyatli ota-ona nominatsiyasi bo'yicha Qo'shko'pir tumani 35-sonli maktabining o'quvchisi Farhod va Dinora qizimizni otasi Rahmatullayev Furqat Ahmedova Muhabbat mas'uliyatli ota-ona nominatsiyasi bo'yicha Qo'shko'pir tuman hokimi Shuhrat Ahmedov tomonidan taqdirlanadi. Tabriklayman. Shu qizimizni keyingi o'qishlarida omad tilab qolamiz. Grant bo'lib, shu maktabni reytingini yuqori cho'qqilarga ko'tarib, ota-onasi el yurtimizga xizmati buyuradigan aziz farzand bo'lib yetishlarini tilab qolaman. Tabriklayman yana bir bor. Keyingi nominatsiya Jonkuyar ota nominatsiyasi bo'yicha Qo'shko'pir tumani 35-sonli maktabining o'quvchisi Otabayeva Asalay otasi Rozmetov Baxtiyor akani davraga chorlaymiz. Qo'shko'pir tumani hokimi Shuhrat Ahmedov tomonidan taqdirlanadi. Tashakkurnoma bilan. Asalay qizimiz keyingi o'qishlarini omad tilaymiz. Grant bo'lib o'qishga kirishini tilab qolamiz. Onangni, otang uzoqda bo'lsam tabriklab qo'yadi. Onangni yetkazib, bizlarni tashakkurimizni yetkazib qo'yasizlar. Tabriklayman yana bir bor. Sherxona. Keyingi o'quvchimiz yana tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan Shokir Jumaniyazov tomonidan taqdirlanadi. 35-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchisi Abdullayev Qur'on Nazirjon Xudoyberdi o'g'li Bekmet va Inobat Mahmudovna onasini chorlab qolamiz. Tabriklaymiz yana bir bor. Keyingi o'quvchimiz tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Shokir Jumaniyazov tomonidan taqdirlanadi. 35-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-B sinf o'quvchisi Abdullayev Mirjalol Rustambek o'g'li. Onasi Mataquba Shahodat Sadullaevni taklif qilamiz. Kengamadimi? Tabriklaymiz o'g'limizni yutuqlari bilan. Shu o'g'limiz keyingi oliy ta'lim bosqichidan grant bilan o'qishlarga kirib, yuzingizni yorug' qilib o'qishini tilab qolamiz. Tabriklaymiz yana bir bor. Keyingi o'quvchimiz 35-umumiy o'rta ta'lim maktabining eng ilg'or namunali ustozlaridan tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Shokir Jumaniyazov tomonidan taqdirlanadi. Tashakkurnoma bilan Abdullayev va Farog'atjon Ahmedovna ustozimizni davraga chorlaymiz. Ustoz, tabriklayman. Bundan keyingi ishlaringizda ulkan zafarlar tilab qolaman. Shunday ko'p shogirdlarni chiqarishingizda sizga kuch-quvvat tilab qolaman. Tabriklayman ustoz, sog' salomat bo'lasiz.
Yangi ustozimiz yana xalq ta'limi bo'limi rahbari tomonidan taqdirlanadi. 35-umumiy o'rta ta'lim maktabining jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi Otajonov Abdusharif Yusufovich ustozimizdan tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Ustoz tabriklayman yana bir bor. Undan keyingi ishlaringizdan bir zafarlar tilab qolaman. Rivoj tilayman. Ko'p shogirdlar chiqarishiga tilab qolaman. Amin. Keyingi ustozimiz tuman xalq ta'lim bo'limi rahbariyati tomonidan taqdirlanadi. Qo'shko'pir tumani boshlang'ich maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 35-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi, boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi Allayar va Dilorom ustozni taklif qilamiz. Ustoz tabriklayman. Ishlaringiz omad tilayman. Bundan keyin ham shunday ko'p shogirdlar chiqarishimizda sizlar sabr, toqat, kuch-quvvat tilab qolamiz. Sog' salomat bo'lasiz. Yana xalq ta'limi bo'limi tomonidan taqdirlanadi. 35-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining kimyo fani o'qituvchisi Allobergan va Donoga ustozni taklif qilamiz. Ustoz tabriklayman. Keyingi o'qishlaringizda ulkan zafarlar tilab qolaman. Ko'p shogirdlar chiqarib, yana ko'p sinflar yetishtirib chiqarishingizda kuch-quvvat tilayman. Rahmat. Yana tuman xalq ta'lim bo'limi rahbariyati tomonidan 35-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi Abdusharif va Havoja ustozimizni davraga taklif qilamiz.